Yili eski mashinangizga radnoy detal bosaman desangiz, kraskasi tushmayaptimi? Endi kraskasi tushadigan joyini toping. 20-yilda pastiga polni hammasiga tushadi akalar. Xo'p, Spark mashinamizni ko'rib turganinglarda hamma detali bor. Narxiga keladigan bo'lsak, seriya detalni narxiga. Kutmaysiz, olasiz, qo'yasiz, ketasiz aka. Orqa eshigi 900 mingdan, old eshigi 1 million 400 ming. Xo'p, chap tomon orqa eshigi 1 million 400 ming, oldi eshigi 1 million 700 mingdan. Oldi uslitellari radnoy holatda, zamon shunaqa rezinkalari bilan birga aka 700 mingdan xarid qilsangiz bo'ladi. Kriloga keladigan bo'lsak, rostini ayting aka, arzonmi yo qimmatmi? Radnoy holatdagisini 450 mingdan. Aka, bu radnoy hech qanaqa sepilmagan. Koreyskiy, eng qizig'i yili eski mashinangizga rasa tushadi. Buni bitta polirovka qildirib, shilingan netgan joyiga kraska tegizib qo'ysangiz ideal bo'ladi. Xo'p, orqa kriloda kesib almashtiradigan bo'lsa ham endi radnoy qoldirsangiz bo'ladi. Ko'rib turgan mana shu ideal holatdagi orqa kriloda 1 milliondan xarid qilinglar. Akalar, kanalni kuzatib boringlar. Sizlarga qanaqa kuzov, qanaqa zapchastlar qiziq. Do'konimiz xudo xolisa yaqin kunlarda ochiladi. Sizlarga shunaqangi yangiliklar bilan xudo xolisa videolar qo'yib boramiz. Joninglar sog' bo'lsin. Ozgina poddeshka kerak aka. Ozgina qo'llab-quvvatlab bersangiz, siz bosayotgan like bilan bizda yana ham shijoat bo'ladi. Sizlarga yana yaxshi, to'g'ri zapchastlarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Ko'rib turgan detallarida seriya detalini olib, septirib ustaga beradigan pulingiz hisob-kitob qilsangiz ham bu detallardan ancha qimmat bo'lib ketadi. Ko'rib turgan raqaminglar 12 ta viloyatga dastavkasi bor. Qoraqalpog'istonda bo'lsangiz ham zapchast bo'yicha bemalol o'zimizga aloqaga chiqa olasizlar. Joninglar sog' bo'lsin.